Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi ishlarimiz dakcha javonga shkaf qilib berdik. Bitta spalnisini oldik. Dang'araga, Qo'qon shahriga tayyorlab oldik. Mana 6 kun davomida bitirib oldik ishlarimizni. Xudo xolasa ustanovkasini qilib o'rnashtirib kelamiz joy-joyiga. Kuzatishda davom etib turasizlar. Aka-ukalar, mana xudo xolasa navbatdagi shkafimiz bitirildi. Idealniy holatda tushdi. Dakcha bo'lgan edi, eski joyi. Katta chiqib ketmasligi uchun, uyni kichraytirib yubormasligi uchun dakchani ichiga yechim qilib berdik akalar. Mana eski holati, ichlarini ham avalniy holatda qilib berdik. Shu dakchani ichiga tushirib berdik idealniy holatda. Ichlari ham chotki. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bexijolat ishlarimizga O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa ishlarimizni bitirdik. Akamizga topshirib ketyapmiz. Aka, ishlarimiz ma'qulmi aka sizga? Albatta ma'qul. Ishlaringiz juda sifatli. Ma'qul bizga. Kamchiligi yo'q. Ma'qul bizga. Ishlaringga 5. Topganlaringga iloyim baraka bersin. Iloyim aytganingiz. Bizni ko'ngildog'idek bo'ldi. Bu yerda dachka bor edi, mehrobda o'rni bor edi. Shuning uchun ichkariga kirgizib qilindi. Uy torayib ketmasin. Xona torayib ketmasligi uchun o'sha razmerda qoldi. Ammo yaxshi. Bizni ko'nglimdog'idek bo'ldi. Ko'nglingizdagidek bo'ldi. Aka, salomat bo'ling. Buyursin mebellarimiz. Xudo xolasa to'ylar qiling. Salomat bo'lasiz aka. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlar qo'yib ketyapmiz. Mebel, kalavat, tapchan, so'ri, yog'och sohasi bo'yicha, mebel sohasi bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar nomerlarga. Salomat bo'lasizlar.